odam o'kiladi, mol olaman. Qashqadaryoda Abgor kasalxona mojarosi video tarqaldi. Mas'ullar esa buni rad etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumanida joylashgan tibbiyot muassasasining Abgor holati aks etgan video katta muhokamalarni keltirib chiqardi. Lavhada muolaja xonasi kirchir, qon izlari va ishlatilgan shpritslar bilan to'la holatda ko'rinadi. Video muallifining ta'kidlashicha, bu yerda odam ukol olganmi yoki mol deya izoh qoldirgan. Biroq Ko'kdala tumani hokimligi ushbu ma'lumotlarni rad etmoqda. Bizda bunday shifoxona yo'q. Ko'kdaladagi kasalxona viloyat markazidagidan ham zamonaviy. Bu video boshqa joyda olingan bo'lishi mumkin deya hokimlik axborot xizmati rahbari Otabek Ortiqov ma'lumot qoldirgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari Nizom Qurbonov ham joyiga chiqqanini aytib, videodagi devor va karavot boshqa joyga tegishli deya bayonot bergan. Ammo murojaatchilar bunga ishonishmayapti. Mas'ullar kecha tuni bilan joyni tozalab, devorlarni bo'yab chiqishdi deya ta'kidlashmoqda ular. Holat yuzasidan tekshiruv davom etmoqda. Ammo haqli savol tug'iladi. Video yolg'onmi yoki muammo respublika hududida yashirilmoqda? Mani horuzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.